Agar Saharo markazidan sertifikat olishda muammoga duch kelayotgan bo'lsangiz yoki rus tilini yetarlicha bilmasangiz, xavotir olmang. Malakali mutaxassislar jamoasi sizga quyidagi xizmatlarni tez va sifatli amalga oshirib beradi. Registratsiya, patent, pasport tarjimasi va har qanday hujjat ishlari. Eng asosiysi, xizmat haqqi ish yakunlagach amalga oshiriladi. Batafsil ma'lumot olish uchun quyidagi raqamlarga murojaat qiling. Mana bu videoga diqqatingizni qarating. O'g'lim Donyorga maktabga bormagani sababli chora ko'rgandi. Undan keyin yanvar oyida ikkinchi marta ham chora ko'rgan paytda ham qattiq ogohlantirish bergandi. Profilaktika suhbat o'tkazib men bilan shundan xulosa chiqarmoqman. Mana bugun o'g'limga yaxshi qaramaganligim, e'tibor bermaganligim, mana bugun tergovni kursida o'tiribman. Mana loqaligim oqibatda o'g'lim qochib qolishi mumkin edi. Barcha ota-onalarga aytaman, mana mendan xulosa qilsang bo'ladi. Qonun hamma uchun muqarrar ekan. Mana men misolman. Bularning tarbiyasiga be'tiborlik bo'lmasligimiz kerak ekan. O'z xizmatini davom ettirayotgan paytda mana shunday martlarcha halok bo'ldi. Afsuski, farzandim qattiq jarohat olgan, bunday holat takrorlanmasin. Shu bundan qolgan mana 3 ta farzandi bor. Bittasi 8 oylik, bittasi 2,5 yosh, bittasi 5 yosh. Mana bugun kelyapti, dadam qani, dadamni topib ketyapti. Dadam qani. Dadam, men nima deb javob beraman unga? Hech bir men ojiz bo'lib qoldim. Nima deyishimga? Shu tomonda kelajagini o'ylab turibman bularni. Vatanga sodiq bo'l, vatan uchun xizmat qilib tarbiyalaganman. Haqiqatan vatan uchun martlarcha halok bo'ldi. Vatanni himoya qilaman deb martlarcha halok bo'ldi. Men ko'tarilmayapman, sidelmayapman. Ikki tomonda ikki xil ota. Biri farzandining sodir etgan qilmishidan qayg'uda, afsusda, yana biri esa o'z jigar porasini 33 yil oq yuvib, oq tarab mehrini berib, qalbining qo'rini berib parvarishlagan, xizmat vaqtida martlarcha halok bo'lgan o'g'lining dardida. Birovning umri bilan, birovning hayoti bilan o'ynashmaslik uchun bizga bir saboq bo'ldi albatta. Mana shu videoni albatta avtomashinasini juda ham tez boshqaradigan, boshqalarning hayoti bilan o'yin qiladigan tanishingiz bo'lsa albatta yuborib qo'ying. Ogoh bo'ling.